Gulruh oshxonada do'stlar, gulruh oshxonada do'stlar, bu hayot uchun juda ham xavfli. Uning qo'lida pichoq, ko'rdingmi pichoq seni tutar qichoq. Qochib qolgin shu choq, aks holda qurbon haydigacha qolmaysan. Asta-sekin, lekin gulruh bilan hammasi yaxshi. Adashyapsiz Dilnoz aka. Siz qo'shiq aytmang iltimos. Hammangiz yaxshi. Barchaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hormanglar, kayfiyatlar yaxshimi? Men ham kayfiyatim yaxshi, lekin biroz ozgina hadik bor, chunki gulruh oshxonada va uni qo'lida pichoq. Bunaqa paytda u bilan tortishib ham bo'lmaydi, gap qaytarib ham bo'lmaydi. Shuning uchun unga faqat yaxshi gap gapirish kerak. O'zi bejizga dono xalqimiz aytmagan, yaxshi gap bilan ilon inidan chiqar. To'g'ri aytdingiz Dilnoz aka. Xudo, ey. Bu sovuq qurol bilan bunday boshlamaydi gulruh. Assalomu alaykum azizlar, barchangizga xayrli tong. Biz to'satdan oshxonadan boshlaganimizga hayron qolmang. Bugun biz bayram arafasida mosh kichiri tayyorlamoqchimiz. Shuning uchun uni tayyorlanishga ko'proq vaqt ketadi va biz tezda boshlay qoldik. Shunday aziz do'stlar, bugun demak gulruhning qo'llaridan bir ajoyib taom tanovul qilish sharafiga muyassar bo'ladirmiz nasib. To'g'ri. Odam ham o'zi ham sovuq, qo'lidagi quroli ham sovuq bo'lsa, odam umuman juda ham bir anaqa bo'ladi. O'zi ham sovuq. Men haligi orzularim bor, Zulfiyadek shoira bo'lmoqchiman deydi-ku. Xo'sh aziz do'stlar, barcha ko'tarinki kayfiyat yor bo'lsin. Demak, sevimli kun ko'rsatuvi allaqachon boshlandi. Biz sizga kun davomida fayzli va barokatga ma'lum bo'lgan kun tilamoqchimiz. Inshaalloh nasib bo'lsa shunday kun bo'ladi va bugun haftaning juma kuni 26-dekabr. Dekabrning oxirgi jumasi, 2025-yilning oxirgi jumasi azizlar. Shunday. 2026 aziz do'stlar, 2026-yilga ham bizni yetkazsin, Xudo xohlasa. Bayramdan so'ng yangi yillarda yana ko'rishlik nasib qilsin deymiz azizlar. Ilohim doimo yaxshi niyatlar bildirib qolamiz. Endi bilasizlar, dekabr oyi har tomonlama tarixiy kunlarga, go'zal voqealarga boy. Hamma eski yil bilan xayrlashib, yangi yilni kutib olishga tayyorgarlik ko'radi. Xuddi shunday. Juda ham ko'p xatti-harakatlar boshlangan. Qolaversa, Sevimli telekanali ham aynan sizni kayfiyatingizni ko'tarish uchun ko'plab dasturlarni tayyorlashgan. Barcha ijodkorlar tunu kun uxlamasdan mehnat qilishgan. Bularning barchasi aziz do'stlar, hurmatli teletomoshabinlar, aynan sizlar uchun. Shunday ekan, bizdan aslo uzoqlashmang. Uzoqlashmaysizlar, bilamiz. Bayram uchun qilingan o'sha ko'rsatuvlar, shoular sizlarga juda yoqadi. Beixtiyor bizdan uzoqlashmaysiz azizlar. Mixlanasiz, qolasiz. Nasib bo'lsa aziz do'stlar, bugun 26-dekabr sanasi bilan bog'liq tarixiy voqealarga yuzlanamiz. Aynan bugun O'zbekiston xalq shoiri Turob To'lani tavallud topgan kunlari ekan. Qolaversa, O'zbekiston xalq yozuvchisi Po'lat Mo'minov bugun ham tavallud topgan ekanlar. Qolaversa aziz do'stlar, bugun 26-dekabrda mamlakatimiz ijtimoiy siyosiy hayotida muhim kun. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi e'lon qilinadi. Ushbu murojaatnoma respublikamizning bir qancha davlat va nodavlat telekanallari, jumladan Sevimli telekanal orqali ham aynan to'g'ridan-to'g'ri jonli efirga uzatiladi. Shunday ekan, dasturimizdan uzoqlashmang, xalqimiz hayotiga daxldor yangiliklarni o'tkazib yubormang deb qolamiz. Shunday ekan, bugun aziz do'stlar, sizlarni unutilmas onlar yo'q. Nimagadir menga eng birinchi o'rinda mana shu ovoz yoqadi. Juda ham. Taom tayyorlanishdan oldin jarayon juda ham o'zgacha. Ayniqsa yog' qizigandan keyin, dastlab piyoz yoki go'shtni solgandan keyin mana shunday bir ishtahani qitqilaydigan ovozi o'zgacha. O'zi xonandalar, bilasiz, aktyorlar asosan ohanglarni, tovushlarni juda ham yaxshi ko'rishadi. Menga masalan yomg'irni tovushi, ayniqsa mana bu taom tayyorlanayotgan paytda taomni tovushi. Siz lekin mana shu ovozlarni o'xshata olasiz, Dilnoz aka? Yo'q, o'xshatish emas. Yo'q, o'xshata olaman, lekin bu darajada emas. Qushchaning ovozini qilib beringchi? Qushcha? Qilasiz-ku? Qushcha, bulbul. Bulbul. Bedana. Azizlar, bulbulcha va bedana kerak bo'lsa, Dilnoz akaga murojaat qilaverasizlar. Bulbul. Siz hozir g'alati murojaatnoma bilan chiqdi. Chuqurlashmang. Hammasi yaxshi. Xo'p, aziz do'stlar, demak, biz hozir go'shtni soldik, qorlashib olamiz va ana undan keyin mosh kishiri tayyorlashni bilasizmi, Dilnoz aka? Bilaman, albatta. Bolaligimda eng ko'p tayyorlagan taomim mosh kishiri bo'lgan. Yolg'on gapirmang. Voy, rost mosh kishiri bo'lgan, nimaga ishonmaysiz? Go'shtdan keyin nima solaman? Kartoshkami, sabzimi, piyozmi? Piyoz bilan kartoshkani aralashtirib olasiz.
Nima? Xo'p, mana piyoz bilan kartoshkani aralashtirib olasiz. Keyinchi? Keyin ozgina Yo, qovurib qaysi birini birinchi solaman? ikkalasini birga solasiz. Yo, Piyoz bilan. ko'p tayyorlagandingiz-ku yoshligingizda. Endi hamma har xil qiladi-da, buni retsepti har xil. Xullas, aziz do'stlar, bizda ajoyib bir lavha bor. Biz guruh bilan kelishib olgunimizcha, Setora guruhini konsertidan lavha bor. Shuni tomosha qilamiz. Ana undan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Afsonaviy Setora guruhi 2025-yilgi konsert dasturini yakunladi. Konsertda guruh to'liq tarkib bilan ishtirok etmadi. Jamoaning a'zolaridan biri Kamila bu gal sahnaga chiqmadi. Shunga qaramay, kecha tomoshabinlar uchun qiziqarli va kutilmagan chiqishlarga boy bo'ldi. Kechaning e'tiborli lahzalaridan biri Munisa Rizayeva va Setora guruhi ijrosidagi duet edi. Ushbu hamkorlik muxlislar uchun kutilmagan sovg'a bo'ldi. Yoshligimda katta muxlisi bo'lganman Setora guruhini. Ayniqsa o'zimni xonamda butun xonam ularning plakatlarida bo'lardi. Biz Setora guruhini sevamiz va men shu maqsadimga yetdim va mening orzuyim ushaldi. Shuningdek, Setora guruhining eng mashhur qo'shiqlaridan biri Xayr maktabim bu gal sahnada boshqacha talqinda yangradi. Qo'shiq konsertda Ravshan Sobirov bilan emas, balki mashhur aktyor Ulug'bek Qodirov bilan ijro etildi. Setora guruhining navbatdagi konsert dasturi o'ziga xos chiqishlar va kutilmagan duetlar bilan muxlislarning xotirasida qoldi. Afsonaviy Setora. Qarang, kelishib olganimizda bir xil gap. Yo'q, rostdan afsonaviy Setora. Hamma biladi. Bu guruhni qo'shiqlarini bilmagan inson o'zi bo'lmasa kerak. Ko'z tegmasin, yana qaytishdi sahnaga. Bundan juda ham xursandmiz. Ayniqsa xavfli tryuklarni bajarishgan. Umuman biz ijodkorlarga omad tilab qolamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham Qo'shiqlarni yaxshi ko'raman aynan Setora guruhini. Judayam. Barcha ijodkorlarga aynan ularni qo'shiqlaridek umrlari qo'shiqni umri uzoq bo'lsin degan bir tilaklar bildiriladi-ku. To'ppa-to'g'ri. Men ham aynan shu guruhni qo'shiqlariga o'xshab hit, shlager bo'lishini barcha ijodkorlarga tilab qolamiz. Jaranglaydi kulgularing, Nigohlaring ko'z o'ngimda, sening ruhing yashar mangu, baribir sen men uchun borsan. Aziz do'stlar, guruh boshqa tanangizni aytayapti, mayli. Men boshlagan tanangizni boshlashingiz kerak edi-da. Siz adashdingiz, men to'g'ri aytdim. Siz qanaqadir bir bo'shliqdan boshladingiz. Mayli aziz do'stlar, hozir keladigan ijodkorlarimiz nafaqat analiz, nafaqat ovoz, balki birgalikda yangi bir ijod namunalarini sizni e'tiboringizga havola etishga shay turgan bir ajoyib ijodkorlarni biz studiyamizga taklif qilganmiz. Demak, ularni chaqirishni vaqti yetib keldi. Ajoyib ijodkorlar Kumush va Kamron duetini biz studiyamizga taklif qilamiz. Qani marhamat.
دندانم گوخر میریزد زیرش خواست خونه جگر میریزد تا که مرا شیدا میکنی تو با خبر باش ارمانت شوم نظره داری دلبر عزیز صدا داری دلبر با تو شیدا دلی زارم تو را من دوست میدارم نظره داری دلبر عزیز صدا داری دلبر با تو شیدا دلی زارم تو را من دوست میدارم Bravo, ajoyib Qanday duet. chiroyli qo'shiq. Kamron, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Assalomu alaykum. Bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat, Assalomu alaykum, Xush rahmat. kelibsizlar, yaxshimisiz? Shu sizlarni kelishinglarni eshitib, Gulruh shaxsan o'zi moshki kichiri tayyorlayapti. Qanday yaxshi. Lekin qo'shiq juda zo'r ekan. Zo'r, judayam Raqsbob raqsbob ekan, ekan. odamga hech kayfiyat berar ekan ertalabdan. Beixtiyor yelkalar qimirlab ketar ekan. Rostdan, rostdan. ko'taradigan. Kayfiyat ko'taradi. Bemalol teletomoshabinlarimiz bilan salomlashib olish imkoniyati bor sizlarda. Assalomu alaykum, sevimli telekanalini ashaddiy muxlislari. Hammaga xayrli tong, kuninglar chiroyli, barakatli o'tsin. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, barchaga boshlanayotgan tong albatta fayzli, omadli, barokatli kelsin, yaxshi yangiliklarga boy bo'lsin. Qolaversa kirib kelayotgan yangi 2026-yil muborak bo'lsin. O, gap yo'q, gap yo'q. Xo'p, ana endi biz studiyamizga yana bir ajoyib ijodkorimizni, aynan bu guruhni, bu duetni ustozini qolaversa elimiz ardog'idagi ijodkor, elimizni eng suyukli shoirlardan biri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Bobur Bobomurodni taklif qilamiz. Qani marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bobur aka, keyfsiz? Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga Bobur aka. Ko'rganimizdan xursandmiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Teletomoshabinlarimiz bilan bemalol salomlashib olish imkoniyati bor. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, yangi tong, yangi kun muborak bo'lsin, yangi yil kelyapti, yangi yillar muborak bo'lsin. Sevimli bo'lib yurish hammaga nasib qilsin. Ilohim, xush kelibsizlar. Qani marhamat, uyga kiramiz. Qani. Marhamat. Xush kelibsizlar. To'rdan Qadaminglar qani to'radan. Hofiz. Xizmat bo'ling. Bobur aka, siz o'zingiz o'rtaga choylardan o'tirib- qo'yib berasiz? Albatta, albatta. Siz qilmagan ishlarni men shuni qilaman. Men siz Bobur aka, qilmagan ishni o'tiring. qilyapman. rost. Bobur aka keling. Kayfiyatlar yaxshimi? Bayram muborak bo'lsin Bobur aka. Charchamasdan. Xush kelibsiz. Sizdan bugun she'r eshitlarkanmiz. Albatta. Albatta, Aynan albatta. tayyorlab kelganman. Bundan boshqa narsa eshitib bo'lmaydi. Yo'q. Faqat she'r. Mabodo qo'shiq so'rasangiz, to'y oxirida odamlar chiqmasa qo'shiq beradi-yu, tarqatib yuborishga zo'r buni ovozi. Qo'shimizdan eshitamiz. Qo'shiqni mana Kamrondan xudo xolasa ko'rinish ham ajoyib Botir Zokirovga o'xshab turibdi. Mayli, qolgan yaxshi bo'lib ketadi. Havas qilgan. Havas qilgan, ha. Yo'q, soch turmaklar, anaqa ko'rinishlar ajoyib. O'sha ko'rinishi omad olib keldi unga. Yo'q, shundan tanladingizmi? Ko'rdim, kim bu bola deb boshladinglar, qolgani yaxshi lekin mana. Yog'i qizg'in boshlandi. Kayfiyatlar yaxshi. Erta tongdan qiynab qo'ymadik hech kimni, hammasi joyida. Yurtdoshlarimiz mana ko'rib xursand bo'lishdi. Ijtimoiy tarmoqlarda bu duet to'g'risida juda ham ko'plab san'atkorlarimizdan fikrlar, mulohazalar, omadlar, baxtlar tilayapti tilda. Shaxsan o'zim ham, lekin ko'pchilik ichida bilmadim, hamma yaxshi niyatlar bildirilyapti. Ko'rsangmasi nechta mualliflik qo'shig'i yozildi hozircha? 2 ta, 3 ta tayyor, ko'pisi tayyor. Endi Xo'p, CD'ni kutyapmiz. O'zi asosan CD'ni jarayoni biroz cho'ziladi. Bugun ham premyera bor. Bugun ham premyera bor, nasib aynan bo'lsa. sevimlida premyera. Sevimlida premyera quruq qo'l bilan kelishmagan demak aziz do'stlar, sovg'a bor bu duetimizdan. Nasib bo'lsa, xalqimizning eng suyukli bir duetdosh, bir ajoyib bir guruhga aylanasizlar deb yana bir bor o'sha tilakni bildirib qolamiz. Rahmat. Kastinglar bo'ldimi yo tanish bilish, biz korrupsiyaga qarshimizku lekin mayli. Aha. Hammasi Xudodan. Hammasi Xudodan. Qanaqa bo'lishi jarayon to'g'risida ozgina aytib bering endi siz. Boshliq Chernamor bobo deydi-ku, Biz o'tirgan joyimizda o'tirganmiz. Kamron qanday bo'ldi? Qani boshini boshlab bering Hammasi deydi-ku. albatta yaxshi tasodiflarga boy bo'ldi. Haliga aytadi-ku, mo'jizaga ishonasizmi?
mo'jizaga ishonadigan bo'ldim. Aynan shu Aha. voqeadan keyin. Mo'jiza bor ekan. Bor ekan, haqiqatdan bor ekan. Biz Kumushxon bilan Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'at institutida tahsil olamiz. Aha. Kumushxon bakalavriat bosqichida 3-bosqich, men magistr 1-bosqich talabalarimiz. Keyin shu yaqin orada, ya'ni bir oycha oldin konservatoriyada bir davlat tadbiri bilan tashrif buyurdik. U vaqtda men Bir oy oldin. Bir oyning ichida shuncha voqealar bo'lib ketdimi? u vaqtda tanimas edim Kumushxonni. Men endi ijodlarini bilib, ijod tomonlama bilganman, lekin yuz ko'rib unaqa gaplashmaganmiz. Keyin konservatoriyada chiqishlarimiz qildik biz. Men chiqishimni qilib sahna ortiga o'tganimda bir yaxshi akaxonimiz borlar. Kamron, sizni Bobur aka bir yaxshi anaqaga oldilar, kameraga oldilar, telefonlariga. Bunda ham bir hikmat bordir dedilar. Ko'rdingizmi? Sizni qayerda nima olganingizni, kameraga olganingizni, yozib olganingizni hamma biladi. Nimadir videoga oldingizmi, siz bekordan bekorga emas, bu tarixiy voqea bo'lishi aniq. Qarang, hamma biladi. Keyin telefonimni ko'rdim, haqiqatda ishonmadim birinchi. Keyin chetroq o'tib telefonimni ko'rsam, haqiqatda ustoz juda ham berilib olgan ekanlar mana videoga. Keyin storiesga qo'yilgan. u kishiga aytdim, ustozga aytdim, ustoz bir Bobur aka oldilariga bir shu yerda bo'lsalar bir o'taylik, yonlariga, balki nimadirlar o'xshab ketib qolsa. Bo'ldi-da, keyin konsert tugadi, sahna ortida ustoz bilan uchrashdik, ko'rdilar, keyin boshdan oyoq qarab chiqdilar. Mayli, hamkorlik qilamiz, ishlaymiz, yaxshi fikr bildirardi. Keyin aynan bir kunni belgiladik, fikrlashdik, suhbatlashdik, rejalarni tuzdik. Mana bugun sevimli-da duet shaklida Qaysi turibmiz. qo'shiq edi o'sha sizni videoga olganlarda? Botir Zokirov dasturidan ismingni topmay hamon. Bizga aytib bera olasizmi? Mayli. Bizni ham imtihonimizdan o'ting demoqchilar. Men ham videoga olay desam. Bemalol. Siz olgan videolarni qo'ymaysiz. Ketdik. Ismingni topmay hamon, la 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 la, ovoraman ko'p yomon. La 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 la, qaydasan qoshi kamon. La 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 la, gulnor, gulyor, dildor. Hech seni topolmadim umrimda. Qaydasan sarvinozim, qaydasan sevgilim. Hech seni topolmadim umrimda. Qaydasan sarvinozim, qaydasan sevgilim. Qoyil. Topolmadingiz, dildor dedingiz, orada gul dedingiz, lekin kumush ekan mana Sarvinoz emas. Albatta. O'sha ham bir shunaqa munosib bo'ldi. Bobur akani didiga ishonamiz. Haqiqatdan ham ovoz, hamma narsa joyida, gap bo'lishi mumkin emas. Erta tongdan yana Ma'qulmisiz? imtihoningizdan o'tdilarmi? men o'tdi. Kundaliklarini olib kelsizlarmi? Aytaversinlarmi qo'shiq? Aytavering. Bo'ldi. Ko'z tegmasin. Men aytmoqchiman, bugun Turop to'lani aytdilar hozir. Shunday. Qolgan 100 yilliklari, balki shu so'z men aniq bilmayman, lekin Gaziz qo'shig'ini Botir Zokirovni Shunday bo'lishi Turop aka, Turop to'la rahmatlik. Mana shu chunki u kishini Botir Zokirovning repertuarida ko'p qo'shiqlar Turop tanlalar. Qalamlariga mansub bo'lgan, juda ajoyib shoir bo'lganlar. Bugun 100 yilliklari ekan. Shunday. Siz bemalol tayyorgarlik ko'rish imkoniyatiga egasiz. Eslab, ovozlar, sozlab, chunki Gulruxda imtihonda o'tdingiz, yana teletomoshabinlarimiz. Bu xullas imtihonda o'tasiz. Nasib bo'lsa, Alloh har doim hammamiz yuzimiz yorug' qilsin aziz do'stlar. Bizda hozircha reklama, birozdan so'ng qaytamiz. Sevimlidan uzoqlashmang. Azizlar, ko'rib turganingizdek, mosh kichirini tagi ajoyib bo'lyapti. Mana bu ziravorlardan keyin u yanada shirin bo'lishiga men ishonaman. Desam hamma menga qarab turdi. Yo, o'zi zo'r boshladingiz-da, Gulruh. Voy, kadrdan keyin azizlar. Yolg'on gapiryaptilar, unday boshlaganim Men yo'q. xotirjamlik bilan Meni ko'ra olmaydilar Dilniyoz aka. O'z bilasizlar. ko'ra olaman, mana ko'rib turibman. Yaxshi. Ichingizdan ko'ra olmaysizda, hasad qilasiz. Siz meni ichimni qayerdan bilasiz? Tavba qildim. O'zingizmi bola? Xullas aziz do'stlar, bizning bugungi mehmonlarimiz. Gapirgani ham qo'ymadingiz bechora qizni. Yo, bo'ldi, gap san'atini ko'rsataman degan. Endi san'atini ko'rdik kadr ortida. Yaxshi Men ekan. yana qo'shiq so'rasam, erkalik qilib yuborgan bo'lamanmi? Gazlini so'radingiz-ku, o'shani aytishim O'shani kerak. aytib bersinlar. O'zi so'rasiz. O'zingiz so'rang. Shu so'rasam maylimi? So'rang. Gazlini aytib bering.
Hop bo'ladi. Aytib beringlar deng. Aytib Aytib beringlar. beringlar. Kumush siz ham orada haligi. Birgalikdan Ovozingni eshitmayapman, menga jo'r bo'l deydi-ku. Qani marhamat. Bargday qo'nadi oqshom sahro kipriklarga oqshom beradi orom gazli ko'hliklarga oqshom beradi orom gazli ko'hliklarga Buncha ham taranmasang davra qoldi intizor qo'ngan kipriginggacha shuncha berdimi ozor qo'ngan kipriginggacha shuncha berdimi ozor. Hayz do'stlar, sizlar bilan biz bo'ldik. Gap yo'q, har tomonlama zo'r mana. O'zi duetda asosan bir-birini eshitib, bir-biriga moslashib, bir tanuvjon bir bo'lish kerak-ku. Kumushxon, endi siz ko'proq yakkaxon ijod qilgansiz. Buni sizga mana hozir ozgina bo'lsa ham master klass ko'rsatdik. Ikkinchi ovozni chiroyli etdingiz. Rahmat. Uydagilar bilarmish. Gap yo'q, rahmat. Yo'q, o'zi duet bo'lganda shunday taronalarni ikki ovoz qilib, masalan, uch ovoz qilib ishlasa, ayniqsa jonli ijrolarda juda ham zo'r chiqadi. Albatta. O'zi men o'ylaymanki, bir hadis o'qiganman. Qayerda bir yaxshi narsa bor bo'lsa, bilingki, u bizniki. Ha. Shuning uchun yaxshi qo'shiqlar ko'pda dunyoda. Shunday. Yaxshi ijodkorlarimiz, ustoz ijodkorlarimizda yaxshi taronalar bor. U yakkaxon siz aytganday. Agar uni jo'ravozlikda ko'pchilik bilan aytsa, balki ansambl, balki xalq bo'lib, umumiy bo'lib aytsa, yanada go'zal chiqadi-da. Yanada. Shuning uchun illamaman. Bu o'g'irlashmas boshqa emas. O'shani olib, aranjov qilib, mehnat qilib, studiyalarga borib, ishlab, menimcha yana xalqqa taqdim qilsa, o'sha qo'shiqqa umr bo'ladi. O'sha ustozlarga ham bir menimcha ma'qul kelsa kerak deb o'ylayman. Chunki biz xohlayman xalqimiz mayli she'riyat adabiyot atrofida, san'at atrofida, umuman sport atrofida nimaiki yaxshilik bo'lsa, shu atrofida birlashishni xohlayman-da. Shu qo'shiqlar ham birga aytilsa deyman. Albatta, chunki bunday san'atga oshno bo'lgan insonlardan aslo yomonlik chiqmaydi. Ularning doimo niyati ezgulik, juda ham bir go'zal bo'ladi. Chunki bularni doimo o'y xayolida shu chiroyli bir ijod qilsam, yaxshi bir she'rni, yaxshi bir adabiyotni yoki yaxshi bir asarni birgalikda jonli ijrolarda shu xalqimiz yaxshi kunlarda ijro qilsam degan niyatni bildirishadi yoki hech qachon mana bu qo'shiqni urushga tayyorlayman yoki mana bu qo'shiqni kimdir vafot etsa, otasi vafot etsa, otasi haqida aytaman degan niyatni aslo bildirishmaydi. Chunki bularning niyati doimo yaxshi aziz do'stlar. Shunday ekan, faqat ijodkorni qo'llab-quvvatlash kerak. Uni qilgan ijodlarini sof ma'noda doimo qo'llab-quvvatlab, shunday e'tibor bersangiz, menimcha ijodkorga bundan ortiq baxt kerak emas. Rag'bat ham shu. Rag'bat ham shu. Masalan, oddiy yozgan she'ringizni kimdandir eshitib qolsangiz, ha, demak, o'zini egalariga yetib boribdi degan bir xulosa keladi. Shunday ekan, men nimaga urg'u beryapman, akajonim, sizdan kelganingizdan foydalanib. Dilyoz bilan Gulruh ham aytsa mana she'rlarimni. Men doim mana yaqinda men to'rtliklaringizni qiziqaman, haligi qaynab keladi-yu o'zi ham. To'rtliklar keladi, ayniqsa shu kunni yaqinda bitta she'r to'rtligingizni ham o'qib qoldim. Hozir ma'nosini aytib beraman. Omad degan shunday narsa, hamma narsaga shunday erishasanki, mayli, buni hozir o'qib beraman. Yaxshilik hozir sizdan bitta she'r eshitaylik. Bitta she'r eshitaylik, albatta. Men ham unga chaligi shpargalkalarimni olib, sekin so'rab olganga o'xshab qoldi. Yo'q. Men
hattoki yaqinda ham o'zingizga ko'rsatdim. Shu to'rtliklaringizni o'qiganligimni va yana bir she'ringizni o'qiganman. Shuning uchun hozirgi bizni muhitimizga qarab, bizni hissiyotlarimizga qarab, teletomoshabinlarimiz ham baribir endi sizdan she'r kutishadi, Bobur aka. Mayli, endi sizlarning oldlaringizda. Yo. Hozirdan eshitamiz, keyin mendan eshitamiz. Keyin mendan eshitamiz. Marhamat. Rahmat. Bir hozir yaqinda chet ellarga borib keldik, vatandoshlar bilan ko'rishib keldik. Turkiyaga, Dubayga, nimalarga, Ko'rfaz sohil mamlakatlariga borib keldik va samolyotda bir she'r yozildi-da. Buni anchadan beri o'ylab yuruvdim. Bir ikki qatori kelib qoladi, keyin qolgani keyin keladi, bir ilhom kelganda keladi. Shu yangi she'r premyera. Premyera. Vo, ikkita premyera bo'lganingiz do'stlar, ham she'r, ham qo'shiq, marhamat. Sizni biz uyqudamiz, nafs uchun qayg'udamiz, biz nechuk qutqudamiz, surishtirgan uyg'oqdir. Yashaymiz suslik qilib, oromni afzal bilib, labini zimdan kulib, burishtirgan uyg'oqdir. Xob bossa ko'z ustini, kim taniydi do'stini, do'stga do'stning po'stini qirishtirgan uyg'oqdir. Haqni deya anglayin, halol tutib tanglayin, ilm uzra manglayin, tirishtirgan uyg'oqdir. Zoya qilib umrni, oq bilgaymiz ko'mirni, Boyazidla Temurni urushtirgan uyg'oqdir. Qoyil. Bravo. Premyera she'r. Sizga bo'ldi, sizga. Bugun Uyg'oq bo'lishimiz kerak. Biz To'ppa-to'g'ri. millat sifatida bir yaxshi bir insonlar sifatida albatta uyg'oq bo'lishimiz kerak. Dunyo chunki nima bu ahvoldaligini hamma ko'rib turibdi-ku. Biz birlashishimiz kerak. Shunday. Va dunyo shundan cho'chiyapti. Chunki biz shiddat bilan rivojlanyapmiz, eshiklarimiz ochildi, qanchadan qancha yaxshi ishlar bo'lyapti va aytganlaridek ko'ra olgan bor, ko'ra olmagan bor. To'ppa-to'g'ri. Shu borada mana bir to'rtligingiz juda ham yoqdi va doimo o'zim o'qib boraman. Hayotda bir holni kuzatdik ko'p bor. Omadi kulganga hasadgo'y bisyor. Magar kimdir gullab taratsa ifor, atrofida doim allergiklar bor. Juda ham topib aytilgan, boya aytib o'tdingiz, bizga eshiklar ochilgan, biz gullab yashayapmiz, lekin atrofimizda o'sha bu gullarga qarshi allergiklar ham bor. Mana sizlar ham shunaqa gullab yashanglarki, atrof to'la allergik bo'lgan paytda shu qo'shig'inglarni eshitib tuzalib ketsin. Dilniyoz aka, premyeraga ulaylik. Premyera qo'shiqlarini eshitsak nima deysiz? Sizdan she'r keyin unda? Albatta, mendan keyin. Albatta. Demak, sizlardan ajoyib premyera bugun Kamron va Kumushdan. Demak, aziz do'stlar, kutib oling, bizda premyera. Marhamat. Odamga o'xshab bo'lmas, muhabbat bo'lmasa. Ey mening borlig'im, ey mening zo'rlig'im. Bu hayotmidi, qo'shig'i faryodmidi, ko'ngil to'lmasa. Odam qolar yomg'ir yoki qorlarda. Yolg'on dunyo
kel. Bravo, bravo, ofarinlar, ofarin. Dinaraxon, katta rahmat sizga ham. Marhamat, marhamat. Rahmat. Kelinglar. Gap yo'q. Qo'shiq she'rdan boshlanadi-da baribir. She'r yaxshi bo'lsa, qo'shiqni ham umri uzoq bo'ladi. O'sha insonlarga yetib borishi, ta'siri kuchli bo'ladi. Satrlari juda go'zal. Rahmat. Ha, endi Gap bo'lishi mumkin emas. Tabriklaymiz premyera bilan. Rahmat. Sizlar ham yaxshi Xalqimizni she'rlar tanlab beringlar bularga, biz qo'shiq qilamiz. biz sizni didingizga ishonamiz. Yo, yo, Axir biz sizning mayli. she'rlaringizni eshitamiz, biz yaxshi sizni ko'ramiz. didingizga, shoirni didiga ishonarmish, tavba qildim. Albatta. Bu kishini aytyapman-ku. ko'rganda hamma, "O" deydi. Bilaman. Shundan keyin biz she'r tavsiya qilishimiz Yo, yo. bilmadim. Endi Bobur aka e'tibor bermaysiz. Bu yer kishim ozgina mahmadona. Voy, Holatlar katta yigit bo'lsalar. voy, voy. Biz bergan Do'stligimiz 2025-yilda tugaydimi deyman. Albatta. Nafasingizni qo'qon shamol olib ketsin. Hazillashyapman. Siz meni do'stim emas, akamsiz. Ha, rostdan, uydagilar biladimi? Ketdik. Ha, endi she'r aytasizmi? Birozdan keyin aytaman. Men fartuklarimni yechib, u yerga borganimda, men chiroyli Aha, qilib aytib bermoqchiman, agar ruxsat etsangiz. Ha, bo'ldi, aziz do'stlar, demak, Gulruh fartuklarini yechib kelib bu yerda she'r aytishni xohlasangiz, bizni aslo uzoqlashmang. Biz yana suhbatga qaytamiz. Endi mayli, ozgina bo'lsa ham reklama qilib qo'ydik-da. O'zi reklamaga muhtoj emas, lekin mayli, hech kishi. Xo'sh, bu qo'shiq borasida o'zi ko'pchilik duetlarda asosan ovoz tonalizi bir-biriga to'g'ri kelishga qiynalishadi. Masalan, qiz bolalarga to'g'ri kelgan yigitga yoki yigit baqir-chaqir tepada bo'lib qoladi yoki Albatta. pastda. Sizda lekin ovoz tembri yaxshi, tenor asosan juda ham mos tushibdi. Qiynalmadingizmi Kumushxon? Endi siz gapiring. Bo'ladi, yo'q, uncha qiynalmadik. Hozircha yaxshi. Hozircha yaxshi. Qiynalmadingiz demak. Oxirigacha qiynalmaymiz, xudo Xudo xolasa. xolasa yaxshi hammasi. Ovozimiz bir-biriga yaxshi tushdi, lekin Aha. unchalik qiyinchilik tug'dirgani yo'q. Studiyalarda demak baqir-chaqir pictures Yo'q, yo'q. yo'q. Dard, qani dard deydi. Bizda asosan qo'shiq yozayotgan paytda studiyada doim bir nima deydi, ozgina bo'lsa ham dahanaga hop ha bo'lmasa qo'shiq chiroyli chiqmaydi-da. Sizlarda qanaqa bo'ldi bu jarayon? Qiynalmadinglar? Yo'q, qiynalmadik. Biz tayyorlanib boramiz, albatta. Yozishdan oldin. Yo'q. Aha. Endi duet bilasiz-ku, ham ovozlar, ham bir-biri bilan ishlash, studiyada albatta anaqa ovoz yozadigan qiynalmaslik uchun ham tayyorlanib. Yo'q, tayyorlanish yaxshi, baribir o'sha kuni his-hayajon bilan, baribir inson tayyorgarlik ko'rsa ham, baribir qanaqadir studiya kuni yoziladigan, ovoz yoziladigan kuni inson ichki hissiyotlari o'zgacha bo'ladi-da. Endi siz necha yillik san'atkorsiz. Bular hali tashna deydi-ku. Aha. Borib shu qo'shiq qachon aytaman? Hozir bizdayman deydi. Hozir. Qaraysan, endi men aytaman deydi-ku. Siz ham ovoz yozilayotgan jarayonlarda ishtirok etasizmi, Bobur aka? Endi ishtirok etishga harakat qilaman, lekin ba'zan sal menda endi shunaqa tamoyil borki, shoir she'rni yozish kerak. Xonandaligini, klipmekerni, ovoz studiyasi, ovoz. Chunki men endi o'zim biladigan ishni qilganim ma'qul-da, lekin maslahat, chunki ko'ngil gapiradi-ku. Ko'ngil eshitadi, ko'ngil gapiradi. Shunda bir fikr bildirishi mumkin. Masalan, muxlis sifatida. Lekin u darajada ovozga aralashib, yo'q, yorga ko'ngil yetmas, mana bu joyni mana bunaqa degan narsalar yo'q. Bularga qo'yib beraman. Hali ideyalar keladi, g'oyalar. Bularga berib qanaqa qilamiz, nima qilamiz deb, chunki bular endi o'qiyapti, mutaxassis bular. Shuning uchun bularga ishonaman-da. Lekin mana bu qo'shiqni aytasan yoki degan maslahat o'rtaga, bizda hamma narsa o'rtaga tashlanadi. Jamoa bilan kelishgan holda aniq javob betasizlar. Xuddi shunaqa. Lekin studiyaga borishga har doim harakat qiladi, chunki ashulamizda biron bir so'zi o'zgarish bo'lsa, o'zgartirib, o'sha yerda o'zida o'zgartirib beradi. Harflargacha ba'zi o'zgarib qoladi. Harflargacha. Albatta endi ayniqsa shoir, dehqonchilik bo'lsa, bu juda ham zo'r. Chunki har bitta o'zgargan so'zi yaxshigina deydi-ku. Shunaqa ekan, bilib qo'yinglar. Men bilmasdim. Har bir so'zi, har bir o'zgartirilgan jumlasi yoki bilasiz, ko'pchilik aytadi-ku, mana bu naqoratdagi jarangli so'zni bilasanmi? O'zi mana bunaqa edi, buni men topganman deb. Bitta so'zga ko'pchilik haligi maqtanadiganlar bor. Mayli. Nima bo'lsa yaxshilik. Aziz do'stlar, bizda ajoyib bir lavha bor. Hozir ushbu lavhani tomosha qilamiz. Ana undan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Bugun sizni xaritada Afrikaning shimolida joylashgan, ammo tarix va sirlarga boy mamlakat Misr sari sayohatga chorlaymiz. Misr piramidalar vatani. Qizig'i shundaki, bu ulkan inshoot 4000 yil avval qurilgan bo'lsa-da, hanuzgacha qanday usulda barpo etilgani to'liq aniqlanmagan. Shu sababli Misr ko'pincha sirlar yurti deb ham ataladi. Bu mamlakat hayoti Nil daryosi bilan chambarchas bog'liq. Nil bo'lmaganda Misr cho'l bo'lib qolgan bo'lardi. Qadimgi misrliklar hatto daryoni muqaddas deb bilishgan. Misrda vaqt
go'yo boshqacha oqadi. 1000 yillik tarix va zamonaviy shaharlar yonma-yon yashaydi. Qohira shahrida qadimiy masjidlar va osmono'par binolarni bir joyda ko'rish mumkin. Yana bir qiziqarli fakt: qadimgi misrliklar tibbiyot, matematika, astronomiya sohalarida o'z davridan ancha ilgarilab ketgan. Hatto mumiyolash usuli bugungi kunda ham hayratni uyg'otadi. Misr nafaqat tarix, balki rang-barang madaniyat, issiq quyosh va mehmondo'st xalq yurti. Agar bir kun yo'lingiz tushsa biling, Misr sizni faqat piramidalar bilan emas, unutilmas taassurotlar bilan kutib oladi. Aziz do'stlar, biz studiyaga qaytdik. Demak, Gulruxxon tayyorlayotgan taomlar menimcha iforalar allaqachon biroz bo'lsa ham bir elchi sifatida tashrif qog'oziga o'xshab yetib kelyapti. Ko'z tegmasin, hozircha yaxshi demak, a? Albatta, bilamizki, mosh kichiri tayyorlash jarayoni biroz cho'ziladi. Ya'ni kim uni mosh kichiri yaxshilab ezilishi, yorilishi uchun ko'proq uni tepasida turish kerak. Hozir moshni soldim, guruchni solgandan keyin men sizlarni yoningizga qaytaman, lekin sabrim Ijodkor ham shunaqa chidamayapti. bilasizmi? Yaxshilab qaramasa, moshga o'xshab yorilmasa chiqmaydi. Shuncha savollaringiz bor, marhamat. Bu haqda qayerdan bilasiz axir? Men hozir boshqa narsani aytishga sabrim chidamayapti. Kamron. Labba. Azizlar, biz Kamron bilan Qarshi san'at kollejida birga o'qiganmiz. Mendan bir kurs kichkina kursda o'qiganlar. Men uni hozirgina yodimga oldim va siz o'shasiz-a deb aytdim. Ular ha dedilar. Buni qarangki, biz yaqin tanish ekanmiz. Rostdan. Uydagilar biladimi? O'shanda ham soch turmaklar shunaqamidi? Yo'q, boshqa. Boshqa edi. Jingalirog'ida. Ha, jingalirog'ida bunaqa orqaga taralgan bunaqa. Aha. Endi yosh bo'lganmiz. Botir Zokirov institutga kelib sekin. Yo, endi bu ulg'ayibdilar. 5-6 yil bo'lib qoldi. 5-6 yil. Ha, bu turmak kelganda, endi u vaqtda Jingalak. Kamroq jingalak edi, ha. O'qib yurgan vaqtimizda. Yaxshi o'qiganlar u payt ham konsertlarda qo'shiq aytardilar. Men o'sha payt ham boshlovchilik qilardim Qarshi san'at kollejida konsertlarda. Hozir ustozlari ko'rib, juda ham xursand bo'layotganiga men ishonaman. Sizga juda ham havas qilardim. To'g'risi, albatta poytaxtga kelib ijodingizni davom ettirgan boshlaganingizdan keyin, albatta Qarshida o'sha televideniya chiqishlaringizda, o'ynagan rollaringizda juda ham havas qilardim. Mana bugun nima deydi, inson yaxshi niyat qilsa, shu niyat tomon yetaklaydi, xuddi mana shunday. Bugun mana qarshingizda turibmiz. Bu ham bunda ham bir hikmat bor albatta. Albatta, qarshilik qarshingizda turibdi. Mana aziz do'stlar, bu sevimli kun emas. Bugun Gulruhli kun bo'lyapti. Bugun siz tug'ilgan kuningiz ekan, Gulruh. Albatta, shuni ayting. Sizga havas qilganlarmi? Gapiring. Mayli, gapiring, hazillashing. Yaxshi gap aytmoqchi edim. Bo'ldi, ayting. Aytingchi qolmasin. Orzular Mayli, o'shalish rahmat. xususiyatiga ega. Ha, gapiring, mayli, Gulruh. Boring. Mayli, hammasi. Orzularni Orzular, davom ettiring. Orzular ushalish xususiyatiga ega. Rostdan. Shuning uchun orzu qilishdan to'xtamaslik kerak demoqchiman. To'ppa-to'g'ri, Bu qachondir do'stlar. albatta amalga oshadi. Albatta. Bularning barchasi hazil, aziz do'stlar. Rostdan orzular yetaklaydi. Boya kadr ortida ham ta'kidlab o'tdim. Inson bolaligidan nimani orzu qilsa, nimaga shu niyat bildiradigan bo'lsa, albatta u amalga oshadi. Doimo davomiy bo'lishiga tilakdoshmiz. Endi yana bir qo'shiqni menimcha teletomoshabinlarimiz e'tiboriga havola etish istagan. Albatta, shu Shabada. Bir shabadalashaylik ozgina. Shabada. Qani? Marhamat. Ana Sahnamizga taklif qilib qolamiz. bular hali Shabada esardi mayina dog'chi, yulduzlar edilar ko'kda poyloqchi. Shabada allalab jonga yoqardi, oqshom sokin edi, oyizda soqchi. Maftun boqar edi yorin ko'zlari, dilga yoqar edi asal so'zlari. Shabadada qoldi otash hislarim, yurakni yondirgan sevgi kezlari. Shabadada, 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 shabadada. Shabada eslatar go'zal damlarni, yulduzlar yondirgan o'shal shamlarni. Baxtni topgan edik, vaqtni sezmadik, uzun tunini
barcha g'amlarni asta silab o'tib bog'da gullarini atiriga to'ldirib qancha yo'llarini shabadada kelar yorimdan xabar bog'lab bir-biriga oshiq dillarni shabadada da da shabadada 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 Yashang, yashang. Qayerda siz shabadada da shabada bu boshqacha ekan lekin. Bittada yodlab oladi odamlar. Bu hitning hidi kelayotir. Ha, xuddi shunday. Xudo xolasa. Bu qo'shiq ham premyera. Albatta. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda allaqachon Ha. shabada bo'lgan. Bizda premyera. Bizda premyera ijtimoiy tarmoqlarda allaqachon aziz do'stlar. Yangiliklar ko'p. Tez kunda Xudo xolasa. boshqacha burilish bo'ladi. Nasib etsa. Xudo Qattiq xohlasa burilish albatta nasib etadi. bo'lyapti o'zi. Mehmonlarni taklif qiling. Choypoylardan xabar olib turibsizmi? Ha. Siz aytgandek qilib qarayapman ularga. Keling, hozir sevimli da reklama, sevimli da reklama, sevimli da reklama, sevimli da aziz do'stlar, Reklama. reklama. Biz uzoqlashmaymiz. Xo'sh, aziz do'stlar, biz studiyaga qaytdik reklamadan Men ham keyin. qaytdim. Gulruh ham qaytdi va nihoyat bu qaytishni juda ham ko'pchilik kutayotgandi. Omadlar tilab qolamiz. Xo'p, aziz do'stlar, kadr ortida bizning suhbatimiz tugagani yo'q. Biz bo'lajak yulduzlarga faqat va faqat omadlar tilayapmiz, chunki men hozirgi shabada qo'shig'i ham juda ham bir ommaviy va zamonaviy har tomonlama bo'lib, sizning ko'nglingizdan joy olishiga biz ishonamiz. Nasib Albatta bo'lsa. ishonamiz. Endi esa agar ruxsat bersanglar, yuqorida va'da qilgan she'r aytib bermoqchiman. Bu she'rni o'tgan yil yodlaganman. Motivatsiya deb nomlanadigan she'ringiz. Siz ham mana she'rni aytganmisiz? Albatta. Qoyil. Sizni hamma yaxshi ko'radi. Dadam, oyim, magazinchi G'aybulla deydi. Rahmat. Qani marhamat. Fon kerakmi? Albatta. Qalbingni och kimgadir. Mehringni soch kimgadir. Kimdir boplab o'zingni ochib qo'yar ko'zingni. Hayot degin taqdirde, kim aldanmas axirde. Qalbingni ber so'ng yana, shuni o'zi tantana. Ko'ngil borki armon bor, umid degan darmon bor. Va bil, har qanday ertak baxtli tugashi kerak. Gulruhdan motivatsiya. Bu motivatsiyamiz ko'proq urushib berishga o'xshadi. Tantana qil. Bo'l. Holatga kirib ketganidan jumlasi ham esimdan chiqib qoldi. Yo'q, yaxshi, rahmat. Yaxshi, ko'z tegmasin. Bugun men o'zimni yodimda yo'q she'rlarimni eslatdingizlar. Bu she'r menga juda yoqqan, aynan o'yib oladigan, lekin o'sha oxirida inson yashashda davom etadi. Nima bo'lgan taqdirda? Mehr berish kerak, sevish kerak, yashashda davom etish kerak. Shuni o'zi tantanada insonni hayotda hayot davom etishini ko'rsatib bergan juda chiroyli jumlalar. Bobur aka, men boshida adashibman, Gulruhlik kun debman. Bugun Boburlik kun ekan. Bugun sizning kuningiz ekan. Ko'z tegmasin. Va sizlar ham Bobur aka she'rlarini o'qib, nimadirlar ijod qilib, yodlab, bormi? Endi biz ustoz she'rlarni faqat qo'shiq sifatida kuylaymiz. Qo'shiq sifatida. Kumushxon, sizchi? Yod olgan she'rlaringiz bormi? Bor, lekin aytmayman. Nega? She'r aytolmayman. Ashula aytishim mumkin, lekin she'r Ashula aytishga qilib ayting. yo'q. Ya, haqiqatda aynan Ayting, she'r bo'lgan Kumushxon. qo'shiqlarini, qo'shiq bo'lgan she'rlarni kuyga aytgan vaqtimiz esga keladi-da, lekin she'r qilib
To'g'ri. Studiyada lekin bitta qo'shig'imizga she'r aytgan tarafim bor. Unda juda ham qiynalganman, chunki she'r chiroyli aytolmayman-da. Aytasiz. Aytasiz. Oyijon, ana berishmaydi-da. Haligi odamni o'ziga yoqmay turadi, lekin yaxshi. Tomoshabinga, ayniqsa tinglovchiga bu juda ham yoqadi. Baribir she'riyatga oshno bo'lgan insonlar ular butunlay o'zgacha bo'ladi. Har bir so'zni his qilishadi, har bir so'zni tasavvur qilishadi. Bu she'riyat olami baribir o'zgacha. O'zgacha, to'g'ri aytdingiz. Savol bermoqchiman. Duetdosh bo'lish qiyin. Ayniqsa yigit qiz, umuman boshqa xarakterli, boshqa dunyo vakili bilan har doim birga ishlash biroz murakkab bo'ladi. Sizda endi boshlandi bu narsa. O'ylaymizki, chiqishib ketasizlar. Mana Dilnoz aka bilan biz boshlovchilikda partnyormiz. Birga Bollywood Battle'ni 3 yil birgalikda olib bordik. Aynan hammani o'zini xarakteri bo'ladi-ku. San'at institutida qolaversa qancha. Oho. Nima san'at institutida? Hech narsa bo'lmagan. Shunga. Men sizni ko'rmaganman aka. Men umuman ko'rmaganman. Siz meni ancha kattasiz-ku. Hammaga aytdingiz. Dinozavrlar davrida yashagan. Men go'shtxo'rlar bilan o'qigan emas, o'txo'rlar bilan, teskarisi. Men o'txo'rlar bilan o'qigan. Menga Qashqadaryo baribir sizlar go'sht yeyish bo'yicha bo'ridan ham oldin turasizlar. Demoqchimanki, xarakter tushdimi? Yaxshimi hozircha Hozir hammasi? ushtirib qo'ymoqchimisiz? Naqmoqchisiz? Qalbingni ochganda. Kimdir poplab o'zingni Kumush. qo'yar ko'zingni. Men bu haqda o'ylamagan ekanman. Kameraga qarab, siz boshqa dunyo vakili deb sekin uni qarashlarini uyg'otgan. Dunyo qarashi qatadi. So'rayman, tushdimi, deyapman. Keyin bir payt boshqa bekorga gulduruq aytmagan edi. Endi o'ylab qoldim gaplarni. Yaxshi bo'lmaydi desam. Masalan, ayollar Avazoxonni gapi bor-ku, soqoli uzun haligi ustozi bo'lar ekanda so'rar ekan, ustoz uxlaganingizda ko'rpani soqoli ustidan yopasizmi yo bunday tagidan yopasizmi desa, o'ylamagan ekanman deb bir haftadan topib, seni deb bir haftadan beri uxla olmayapman deydi-ku. Bularga hozir o'ylamagan tomonlarini siz hozir uyg'otib qo'ymang. Kamron oynaga qarab rostdan, men boshqa dunyoman, u boshqa dunyo vakili, bir-birimizni gulruh aytgan ekan, qarshilik bo'ladi. Aziz do'stlar, hozir gulruh kulib olsak, keyin biz davom ettiramiz. Bir daqiqa sukut saqlaymiz. kuligiz salqangani endi eshitish. Faqat sevimli kunda. Yo'q, men balki savolni biroz noto'g'ri bergandirman. Yo'q, yaxshi berdingiz. Yo'q, nima yaxshi. Yaxshi qo'y. Ayol qalbi. Men bir oydan beri so'zga chidab kelyapman. Kumush, dardingizni ochib qo'ydik shekilli. Yo'q, Kamronning xarakteri aynan men bolaligida o'sha kollej paytida ko'rgandim. Juda ham tarbiyali, juda ham og'ir bosiq, yaxshi. Menimcha o'ylaymanki, Hozir ham tarbiyali. Juda men gapirganda jim tursalar bo'ldi deydi. O'zi kumush kam gapiradilar. Lekin chiroyli Ko'proq kuladi. O'sha gapirtirmoqchiman-da Kumushxon. Ha, ko'p kuladilar, ko'ryapsiz, lekin kam gapiradilar. Bu yaxshi. Yaxshi. Kulaverish kerak. Tabassum bilan hamma narsa Hamisha bahor. yengsa bo'ladi. Tabassum bilan. Kulgu bilan yengish kerak rostdan. Albatta. Asabni ham kulgi bilan yengam. Lekin birinchi ko'rganlarimda bu kishini meni oldimdan foyada shunaqa o'tib ketganlar, mana bunaqasiga qarab, dedim, voy, bu kishi kim ekanlar deganman-da. Ana. Keyin taqdir shunaqa olib keldi. Bugun mana lekin ko'rinish shunaqa aldamchi bo'ladi deydi, lekin juda ham xarakterlari ochiq. Hozircha bir-biridan juda ham yaxshi Endi kelishib. oldingizdan haligi tilla bo'lib o'tib ketganlar-da bunday. Keyin bilsangiz mana kumush ekanlar mana. Sekin aslida men kumushman deb mana sekin bir joydan chiqyapti. Demak, qaranglar, repertuar borasida ko'radigan bo'lsak, hozirgi kunda zamon tezlashgan, nafaqat o'zbek tilida, balki mana hozir ko'rsatuvimizni boshidan, ya'ni farsiy tilida boshlab qo'shiq kuylashni boshladinglar va yana qaysi tillarga murojaat qilib, nasib bo'lsa duetlarni kutamiz. Ingliz tilida, rus tilida, ispan, italyan, espanyolas. Qanaqa? Hozir Gapiring. ustoz bir italyan tilida ham chiroyli bir retro tarona bor. Shuni ham ustida ishlashimiz kerak deb turibdilar. Qaysi qo'shiq? Felicita. Felicita. QVZda ko'rdik. Felicita. Shuni ozgina tinglaylik, ha? Hozircha biz Mayli, o'zingiz bo'lsangiz ham kumush orada tabassum bilan reyting uchun. hali bizda tayyor emas-da so'zlariga hali. Tayyor biroqda jonli yana tinglasak maylimi? Aytinglar. Kamron? Duetlarmi xohlasa, o'zingiz xohlasangiz alohida. Bilasizlarmi? Qani? Masala. So'zlari hali esimizda. Masalan, Hali uni yodlamadik. Mayli, ozgina bo'lsa ham o'zingizlar repertuaringizda mana institut davridagi mana hozir bu kishi magistr, siz 3-kurs, baribir imtihonga tayyorgarlik ko'riladi-ku.
Shabada esardi mayin aldoqchi, yulduzlar edilar ko'kda poyloqchi. Shabada allalab jonga yoqardi, oqshom sokin edi, oy esa soqchi. Maftun boqar edi yorim ko'zlari, dilga yoqar edi asal so'zlari. Shabadada qoldi otash hislarim, yurakni yondirgan sevgi kezlari. Shabadada da shabadada, shabadada da shabadada, shabadada da shabadada, shabadada da shabadada. Buni biz talablarga binoan deb nomlaymiz. Mayli. Qayta. Ko'rdingizmi? Ovoz rejissyori ham bizda qarshilik deymi? Bugun bo'ldi. Gap yo'q. Men aytmoqchi edim, mana magistrsiz, baribir biror bir chet el tilida ham biror bir qo'shiq qisqacha aytib bersangiz. Ha, albatta men o'zi ustozimiz Botir Zokirov haqiqatda fransuz shlyager xonandasi Sharl Aznavourga hattoki imijlarini, ovoz yo'nalishlarini Sharl Aznavourga taqqoslaganlar, havas qilganlar. Men ham aynan juda ham yaxshi ko'raman u insonni ijodlarini, shaxsiyatlariga. Ha, xuddi shu asarni fransuz tilida bo'ladimi? Olur. Une vie d'amour l'on s'attache au rêve et que le temps a des heures d'écouler jour après jour blesser mes pensées tant de nœuds d'amour en nos cœurs étouffés. Dans ce sarlot, l'espace éternisé, sans rester sous des joies désharmonisées, les horizons fleurs, où qu'est-ce que le cri tout va, tout meurt, mais la flamme est survit dans la chaleur d'un immortalité, d'un éternel. Une vie d'amour remplie d'éclairs à seul chemin et sur nos enfers allant plus loin. Une vie de nuit, et toujours. Gap bo'lishi mumkin emas. Gap yo'q. Endi bu qo'shiqdan ilhomlanib biz ham she'r aytsak. O'sha mashhur satrlar barchamiz uni qo'shiq qilib eshitganmiz. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Sevara Nazarxon kuyiga. O'zbekiston xalq artisti. To'g'ri, xizmat ko'rsatgan paytda aytgan. To'g'ri aytdingiz. Lekin hozir xalq artisti. Xalq artisti. Sevara Nazarxon juda ham go'zal qilib ushbu qo'shiqni ijro qilganlar, hatto she'r qilishga kimnidir o'sha yetadi, jur'ati kimnikidir yetmaydi, chunki qo'shiq zo'r bo'lganda. Sizniki yetadi, marhamat. Birga aytamiz. Birgami? Albatta. Marhamat. Umr oqmas bir tekisda tek, kimlarnidir hasrat yengadir. Men toparman irodani lek, ko'rgim kelar sizni negadir. Hayot ko'hna dono muallim, sadoqatli do'st bo'lar o'lim. Garchi sizdan ayrodir yo'lim, ko'rgim kelar sizni negadir. Tun kutaman oydin, yulduzlik, kun kutaman nurafshon izlik. Dilimni yomon ezdi yolg'izlik, ko'rgim kelar sizni negadir. Goh sevgidan toshgan daryosiz, goh mehrga tashna sahrosiz. Men bilaman, siz ham tanhosiz, ko'rgim kelar sizni negadir. Muhabbatda mazmun erur erk, bir armonga har kim egadir. Sizsiz menga barcha yo'llar berk, ko'rgim kelar sizni negadir. Juda go'zal. Judayam chiroyli. Qanday nomlasak deb turibman. Guldido. Guldido guruhi. Hozir esa Kamron va Kumushdan yana qo'shiq tinglasak. Teletomoshabinlarimiz kutishyapti. Marhamat, sahnamizga taklif qilamiz.
Sho'xidan a? Sho'xidan. Ikkinchi kuplet. edi bahor o'shanda sayri gulzor o'shanda ishqing yurakni yoqar dil beg'ubor o'shanda edi bahor o'shanda sayri gulzor o'shanda mehring yurakka yoqar dil beg'ubor o'shanda yurakda yoshlik yana yoshlik beboshlik yana koshki hech ayrilmasak ko'zlarim yoshli yana yurakda yoshlik yana yoshlik beboshlik yana koshki hech ayrilmasak ko'zlarim yoshli yana dardim aytsam til yonar jonim yonar dil yonar sensiz o'tgan kunlarim holiga kim ishonar dardim bor bo'lmasaydi dili zor to'lmasaydi bu ayriliq ko'p yomon qalb armon bilmasaydi yurakda yoshlik yana yoshlik beboshlik yana koshki hech ayrilmasak ko'zlarim yoshli yana yurakda yoshlik yana yoshlik beboshlik yana koshki hech ayrilmasak ko'zlarim yoshli yana uchrashdik yana bog'da yurak qaynagan chog'da istagim sevgan dillar aslo qolmasin dog'da ko'ngil yonmasin kamda unutib o'zni g'amda nima deyin yurakka seni sog'ingandanda bu yurak yoshmi yana muhabbat foshmi yana sevgilim qalbimdasan ko'zlarim yoshmi yana bu yurak yoshmi yana muhabbat foshmi yana sevgilim qalbimdasan ko'zlarim yoshmi yana bu yurak yoshmi yana muhabbat foshmi yana sevgilim qalbimdasan ko'zlarim yoshmi yana bu yurak yoshmi yana muhabbat foshmi yana sevgilim qalbimdasan ko'zlarim yoshmi yana Aferin. Bu bola yaxshi bola deydi o'zi. Xo'p, Gulruxjon, ne oldu? Hali biroz bor, lekin Oha. juda ham chiroyli pishyapti bizni mosh Mancha- kichirimiz. Bilamiz, mosh kichirini yuqorida aytganimdek tayyorlash jarayonida ko'proq vaqt ketadi. Gulrux, Hozir biz ana shu tushlikka jarayon- kelaylik a? Yo'q. Ha? Efir tugashiga yaqin, tugagandan keyin yeysizlar, to'g'risi. Ha, aytsam. menimcha chunki mosh biroz yaxshigina pishishi kerak. Mana uni yaqin kadrda ko'rsating, u juda chiroyli. Qani moshlar efirga chiqyapsizlar, o'zinglarni yaxshi tutinglar. Gulrux sharmanda qilmanglar. Aha. Guruchlar, ha, tarbiya bilan. Shunday. Hammasi Yaxshi. ajoyib. Yaxshi. Birozgina bor, mana birozgina bor. Yaxshi. Bo'ldi shu. Juda ham ajoyib. Gap yo'q. Aynan bu ijod yo'nalishini aziz do'stlar, remake deydi. Ya'ni xalqimizga ayniqsa ko'ngildan joy olgan xohu boshqa millat, boshqa davlat qo'shig'i bo'lsa ham, aynan o'zbek tilida jaranglashini ko'pchilik xohlaydi va mana shu qo'shiqlarni o'zbekcha chiroyli mos keladigan, chiroyli so'zlar bo'lsa, menimcha buni nafaqat u millat vakillari, balki o'zimiz yurtdoshlarimiz ham tinglash sharafiga muyassar bo'ladi. Bu juda ham ijod namunalariga kiritsangiz, yanada bunday qo'shiqlarni yanada yaxshi bo'ladi. Albatta. Repertuari boyiydi. Rejada bor. Har tomonlama rejada bor. Qo'sh tegmasin. Yaxshi. Xudo Tez xohlasa. kunda. Aytdilar, o'zi bir oy bo'libdi boshlanganiga. Bildim. Axir kar emasman-ku. Yo'q, bilaman. Endi men ularni hozir advokatiga aylanyapman-da. Kliplar qachon degandek qilyapti. Kliplar bo'ladi, Xudo xohlasa deb niyat Ha, qilyapman. niyat qilyapsiz. Hojona uzr, ming uzr. Bugun Bobur Shunday aka duolarni kelganlardan olishlar kerak. foydalanib qolish kerak-da. Yana sizdan she'r so'rasak, Bobur aka. Kecha tegmaganlardan, haligi Telegram kanallaringizga chiqmagandan, biz hali o'qishga ulgurmaganlarimizdan. Boya siz qiynayapsiz. Aha. O'zi kelinlarga xos hissiyat. Kelin endi sizlarda bizlarda yanga deydi, kelin deydi. Shu uyimizga kelganida
ayolimiz hali yangi kelinchak bizdan nima pishiradi shu Moshxo'rda. moshxo'rda emas. Kichiri? Kichiri pishiradi. Mosh kichiri. Mosh kichiri. Mosh kichiri endi sal suyuqroq bo'ladi. Kichiri quyuqroq Quyuqroq bo'ladi. bo'ladi. Esilganmi? Biz endi mosh kichiri buyurganmiz. U bechora Moshxo'rda. quyilib na kichiri bo'lgan, quyilib, na suyuq bo'lib mosh kichiri Balki she'rlaringiz ilhomlanib yangi taom tayyor bo'lgan. keyin nomini biz kichik moshqa qo'ydik. Kichik mosh. Haligacha istaymizda. Yangi kelin. Bu yog'i Guldida bo'ldik-ku. Kichmosh. Hech qisi yo'q. Xudo Hech qisi yo'q. Yo'q, mosh kichiri zo'r bo'lyapti. Faqat vaqt kerak. Moshlar aytyapti, biz yaxshi pishyapmiz deb. Yaxshi pishyapmiz. Bilamiz. Shuning uchun Siz bilmaysiz-ku axir, mosh kichiri. bilaman. Qanday bilasiz? Hamma narsani Bilaman. Marhamat, Bobur aka. qaysi qanaqa sharaydi? Xohlagan. Xohlaysiz o'sha kishmoshi bo'lsa ham mayli. O'sha paytdagi. Yangi tesha tegmaganlaridan yoki o'zingiz yoqtirgan hozir. Mayli, men aytdim yaqinda ham chet elga borib keldik. Vatandoshlar u yerda hayotdan ular nolimaydi. O'zlarini tadbirkorliklarni boshlab yuborishgan, hammasi yaxshi. Masalan, ko'p ishlar rivoj topayapti, lekin vatanni sog'inishadi-da. Va chin ko'ngildan aytishadi, biz vatanga nima yordam bera olamiz, nima qila olamiz, shuni xohlaymiz, bizga yo'llarni agar ko'rsatib bersalaringiz, biz shuni qilamiz deb men xursand bo'ldim. Va bir yangi she'r. Vatanini sevmagan inson bo'lmagay, bo'lsa unda oru vijdon bo'lmagay. Vatanki parvarish ayladi guldek, kishiga yaxshiroq bo'ston bo'lmagay. Vatanda mardlar kechadi jondan, ondin avlo shonu qurbon bo'lmagay. Taqdir olib ketsa nogoh yiroqqa, sog'inib nam bo'lmas, mijgon bo'lmagay. Magar qayda bo'lsam, vatan men bilan, qalbimdadir undan hijron bo'lmagay. Vatan quchog'ida yayrasa joning, bundan ortiq davru davron bo'lmagay. Xizmatida Bobur bo'lgin fidoyi, vatan unutmagay, armon bo'lmagay. Aferin. Juda ham chiroyli satrlar. Va ayniqsa hozirgi kunda biz vatanimizda shunday ardog'damiz, suyuklimiz, har birimiz shukr qilib yashashimiz kerak. O'zi yaqinda adashmasam bir fikrlaringizni ham o'qib qoldim. Savol berilgan ekan ChatGPT ga nima uchun hozirgi kunda odamlar baxtsiz degan paytda ChatGPT javob bergan ekanda, insonlar aslida o'zidagi bor narsani, unga berilgan ne'matlarni qadrlab shukr yetkazish kerak. Demak, o'zidagi bor ne'matlarni qadrlagan inson baxtsiz. Baxtli. O'zidagi bor bergan shu ularga berilgan ushbu imkoniyatlarni ko'ra olmagan, his qilmagan, demak baxtsiz ekan. Shunday ekan, hamma baxtli bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Mana shunday tinch yurtda bayramlar yarashadi, ko'nglimiz xotirjam bo'ladi, xursand bo'lamiz. Bugungi tashrif uchun rahmat Bobur aka. Juda xursand bo'ldik. Sizni ko'rib xursand bo'ldim. Kumushxon, sizni ham ijodingizga omad tilaymiz. Hali yana kelasizlar klip premyeralar bilan. Biz intiq bo'lib kutamiz. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Menimcha shu nimaga ana qarangda, hammasi taqdirdan-da. Hozir sizlardan so'radim, qaysi qo'shiq olsizlar desam, ular yangi qo'shiq, hali ona yurtim. Qarang, atayin qilinmaydi, lekin hammasi faqat biz ilg'ay olsak bo'ldi. Shunday. Marhamat. Marhamat, qo'shilishdan. Vatanimiz tinch bo'lsin. Shodon bayram to'yingdan, ona yurtim bo'yingdan. Shodon bayram to'yingdan, aylanay qora ko'zingdan. Ayrilmasman o'zingdan, o'rgilay qora ko'zingdan. Ayrilmasman o'zingdan. Tashvishingni qo'y ekan, bugun bayram to'y ekan. Tashvishingni qo'y ekan, shunday baxtli zamona, elim omon
zamona ilm omon omonat ona yurtim bo'yingdan shodon bayram to'yingdan ona yurtim bo'yingdan shodon bayram to'yingdan aylanay qora ko'zingdan ayrilmasman o'zingdan o'rgilay qora ko'zingdan ayrilmasman o'zingdan yangi imorat bag'ri baxtdan iborat yangi imorat bag'ri baxtdan iborat bu yangi O'zbekiston yashnagan bog'u bo'ston bu yangi O'zbekiston yashnagan bog'u bo'ston ona yurtim bo'yingdan shodon bayram to'yingdan ona yurtim bo'yingdan shodon bayram to'yingdan aylanay qora ko'zingdan ayrilmasman o'zingdan o'rgilay qora ko'zingdan ayrilmasman o'zingdan yurtim bo'yingdan shodon bayram to'yingdan ona yurtim bo'yingdan shodon bayram to'yingdan aylanay qora ko'zingdan ayrilmasman o'zingdan qo'ymasin yorug' yuzingdan bolam degan so'zingdan o'rgilay qora ko'zingdan Ma'mur aka to'xtasin aka. Yana bir bor. Gap yo'q. Xursandmiz kelganingizdan. Mana shunday bayramona kayfiyatda azizlar sizlar bilan xayrlashamiz. Sevimli telekanaldan aslo uzoqlashmang. Barcha mehrimiz siz uchun. Xayr azizlar. Ko'rishguncha. Yangi yillar Ona yurtim bo'yingdan o'rgilay